Patsientkamiz Samarqand viloyatidan 28 yoshdagi. Bularda ikkilamchi bepushtlik 5 yil. Bularning anamnezlarida 2 marta homiladorlik bo'lgan. Birinchisi 2018-yilda tabiiy tug'ruq yo'llari orqali yakunlangan, ikkinchisi 2020-yilda dvoyняшка bo'lgan. Afsuski homila 5 oylik, ya'ni katta sur'atga kelganda rivojlanmay qolgan va kesir kesish yo'li orqali bartaraf etilgan. 2024-yilda trubalarini ochittirish uchun laparoskopiya amaliyotini bajargan. Afsuski homiladorlik bo'lmagandan keyin bizda eko programmasini o'tadilar. Bu patsientkamiz yanvar oyi dekabrda 21 ta tuxum hujayra olganmiz. Shundan bittagina embrion hosil bo'lgan va shuning uchun bu patsientkamiz bu safar yana ikkinchi marta eko programmasiga olindi. Demak, 3-funksiyamiz tugadi. Patsientkamizni 10 taga mo'ljal qilgandik, 12 ta oldik. Xudo xolasa yaxshi zrelый kletkalar chiqsa, bugun o'zida X usulda urug'lantiriladi va genetik tekshiruvga yuboramiz. Patsientkamiz xohish istaklari birinchi embrion transferida o'g'il embrionni